O'zbekistonda yangi Aita M7 uchun qariyb 740 million so'm so'rashyapti. Lekin qiziq joyi narxida emas. Xitoyda bu avtomobil bilan bir necha kilometr yurgan egalari tomonidan bir tomondan M7 ning Huawei elektronikasini maqtasa, boshqa tomondan osma yordamchi, haydash tizimi va hatto shinalarning yeyilish bo'yicha e'tirozlar bildirishmoqda. Shuning uchun bugun katalogdagi chiroyli raqamlarga emas, avtomobilni sotib olib undan har kuni foydalanayotgan odamlarning tajribasiga qaraymiz. O'zbekistonda hozir 2026-yilgi Aita M7 Restyling nomi bilan sotilayotgan avtomobil oldingi M7 ning shunchaki faralari almashtirilgan varianti emas. Yangi M7 Xitoyda 2025-yil sentyabrda taqdim etildi va avtomobilning o'lchamlari bitta raqam o'zgarishi qanchalik katta bo'lganini yaxshi ko'rsatadi. Oldingi M7 ning g'ildirak bazasi 2820 mm, yangisiniki 3030 mm, farq 21 cm da. Avtomobilning umumiy uzunligi ham 5 metr 8 cm ga yetgan. Ya'ni Aita dizayni yangilanish bilan cheklanmay, kuzov proporsiyalarini ham sezilarli o'zgartirgan. Buning natijasi birinchi navbatda salonda seziladi. M7 5 va 6 o'rindiqli bo'lib qolgan, lekin yo'lovchilar uchun ajratilgan makon kattalashgan. Tashqaridan esa M7 ning old qismidan tanish oson. Optika va bamperlar butunlay boshqacha. Dizayn esa kattaroq Aita M8 va M9 ga yaqinlashtirilgan. Salon ham yangidan ishlangan. Markazda 16,1 dyumli ekran, haydovchi oldida raqamli panel va proyeksion displey bor. Qimmatroq versiyalarda old yo'lovchi uchun alohida ekran, orqa qator monitori va Huawei Sound audio sistemasi ham mavjud. Lekin 2026-yilgi M7dagi eng qiziq yangilik ekran emas. Bu Huawei Chinkun ADS Tour. Va aynan shu yerda O'zbekistonda M7 olayotgan haydor ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki Pro Plus, Max va Ultra tashqaridan juda o'xshash, ammo ularning haydovchiga yordam beradigan apparatlari bir xil emas. Lidar va boshqa sensorlar to'plamlari komplektatsiyaga qarab o'zgaradi. Shuning uchun e'londa shunchaki Aita M7 Ultra deb yozilgan avtomobilda aynan qaysi elektronika borligi hali to'liq aytib bermaydi. Yana bir katta farq kuch qurilmasida. Yangi M7 ni ham range extender ham sof elektromobil sifatida olish mumkin. Bizning bozor uchun qiziqarli variantlaridan biri M7 Ultra AWD range extender. Bu katta 6 o'rindiqli oilaviy crossover, lekin ikkita elektromotor jami 533 ot kuchini beradi. Natijada 100 km/soatga chiqishi uchun unga atiga 5,1 soniya kerak. Biroq M7 ni qiziqarli qilayotgan narsa 533 ot kuchining o'zi emas. Buni uning batareyasi va real foydalanayotganlar misolida ko'rish mumkin. Range Extender M7 da ikkita batareya varianti bor. 37 va 53,4 kWh. Katta batareyali versiyada ishlab chiqaruvchi CLTC sikli bo'yicha 300 km dan ortiq elektr yurish zaxirasini va'da qiladi. Bu yerda M7 ning g'oyasi oddiy. Kundalik qatnovda imkon qadar elektromobil kabi yurish. Uzoq safarlarga chiqqanda esa quvvatlash stansiyalarini qidirib qolmaslik. Benzinli 1,5 litrli turbo dvigatel aynan shu yerda kerak bo'ladi. M7 ning to'liq elektr versiyasi ham bor. Unda 100 kWh batareya ishlatiladi va versiyasiga qarab rasmiy CLTC zaxirasi 600 km dan oshadi. Lekin shu yerda texnik xarakteristikalarni to'xtatamiz. Chunki 300 km ham, 533 ot kuch ham, ADS Tour ham bular ishlab chiqaruvchi avtomobil haqida aytayotgan ma'lumotlar. Endi avtomobilni sotib olgan odamlar nima deyayotganini ko'ramiz va birinchi qiziq holat ko'pchilik M7 ni motori yoki tezlanishi uchun sotib olmagan. Egalari fikrlarida eng ko'p takrorlanadigan sabablardan biri Huawei. Ya'ni odamlar faqat Aita avtomobilini emas, ma'lum ma'noda Huawei ekotizimiga ulangan avtomobilni sotib olishyapti. Harmony OS multimedia tizimi, telefon bilan integratsiya, ovozli boshqaruv va eng muhimi ADS haydovchiga yordam tizimi. Buni egalar yozgan sharhlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, 2026-yilgi M7 bilan 6000 km yurgan egalardan biri avtomobilning eng foydali funksiyalari qatorida magistraldagi navigatsion yordam, avtomatik qator almashtirish va parkovkani alohida ko'rsatgan. 6000 km endi avtosalonda 20 daqiqalik test drive emas va aynan uzoqroq foydalanish ADS ning kuchli tomonini ko'rsata boshlaydi. Egalar uni avtomobilni o'zi haydashi uchun emas, uzoq yo'lda haydovchining ishini kamaytirgani uchun maqtashyapti. Magistralda tezlikni va oldingi avtomobil bilan masofani ushlab turish kerak bo'lganda qator almashtirish, tirbandlikda esa doim gaz va tormoz bilan ishlamaslik egalar qayta tilga oladigan jihatlar shular. Lekin o'sha egalar muhim bir narsani ham eslatadi. ADS Tour avtonom haydovchi emas. Murakkab vaziyatda baribir ruldagi odam javobgar. Va qiziq tomoni shundaki, M7 ning eng ko'p maqtalayotgan tizimlardan biri, ayni paytda egalar tanqid qilayotgan funksiyalardan ham biri. Huawei tizimidan keyingi ikkinchi katta sabab esa ancha oddiy. Bu joy. M7 ni olayotganlarning katta qismi uchun bu birinchi navbatda oilaviy avtomobil. 5 o'rindiqli versiya egalari ikkinchi qatordagi kenglik va katta bagajni maqtaydi. 6 o'rindiqli versiyada esa ikkinchi qatorda ikkita alohida o'rindiq bor va uchinchi qatordan ham foydalanish mumkin. Ammo bu tanlovning ham narxi bor. 6 o'rindiqli M7 da 3-qatorni ko'tarsangiz odatiy bagaj hajmi 312 litr atrofida qoladi. Ya'ni katta avtomobil har doim katta bagaj degani emas. Ayniqsa 6 kishi bilan uzoq safarga chiqmoqchi bo'lsangiz.
Shu sabab M7 tanlayotganda 5 yoki 6 o'rindiq masalasini shunchaki yana bitta o'rindiq kerakmi degan savol emas. Bu yo'lovchi va yuk o'rtasidagi tanlov. Lekin egalar M7 ni oilaviy avtomobil sifatida tanlashlarining yana bir sababi bor. Uzoq safar. M7 ning Range Extender versiyasi tanlagan egalar aynan shu mavzuni ko'p tilga oladilar. Chunki shaharda avtomobilni elektr ishlatish mumkin. Safar uzayib batareya kamayganda esa benzinli generator ishga tushadi. Egalar uchun buning eng katta foydasi katalogdagi 1000 yoki 1500 kilometrlik raqam emas. Foydasi marshrutni quvvatlash stansiyalariga qarab tuzishga majbur bo'lmaslik. Ayniqsa bolalar bilan uzoq safarga chiqqanda bu katta ustunlik beradi. Lekin M7 ni oilaviy avtomobil qiladigan faqat yurish zaxirasi ham emas. Egalar shartlarini ko'rganda yana bir narsa tez-tez takrorlanadi. Ikkinchi qator. Oyoqlar uchun joy ko'p, pol deyarli tekis. 6 o'rindiqli versiyada esa o'rtada ikkita alohida kreslo bor. Ba'zi versiyalarda Zero Gravity funksiyasi ham mavjud. Qiziq tomoni aynan shu o'rindiq bo'yicha egalar fikri ikkiga bo'linadi. Bir guruh uni M7 salonidagi eng yoqimli funksiyalardan biri deb hisoblaydi. Boshqalarga esa Zero Gravity holati umuman kutilgan darajada qulay tuyulmagan. Demak, bu katalogdan tanlanadigan opsiya emas. Imkon bo'lsa, sotib olishdan oldin o'zingiz o'tirib ko'rganingiz ma'qul. M7 salonida egalar ko'p maqtaydigan yana bir narsa multimedia. Bu yerda Huawei tajribasi seziladi. Interfays tez ishlashi, ovoz orqali funksiyalarni boshqarish, navigatsiya va media Huawei telefoni bilan integratsiya bu egalar shartlarida qayta-qayta uchraydi. Ayniqsa eski klassik multimedia tizimiga ega avtomobildan M7 ga o'tganlar farqni katta deb hisoblaydi. Lekin bu yerda yana bitta paradoks bor. M7 da ovozli boshqaruv yaxshi ishlagani uchun Huawei ko'p jismoniy tugmalardan voz kechgan. Kimdir uchun bu zamonaviy va qulay, kimdir uchun esa konditsioner yoki boshqa oddiy funksiyalarni boshqarish uchun ekranga qarashning o'zi ortiqcha harakat. Hozirgacha M7 ni faqat yaxshi tomonlarini gapirdik. Foydalanuvchilar fikrlarining eng qiziq joyi esa boshqa. Mashinaning ayrim kuchli tomonlari bir vaqtning o'zida uning kamchiligiga ham aylanadi. Birinchi misol komfort. Egalar tekis asfalt va magistralda M7 ni yumshoq sokin avtomobil deb ta'riflaydi. Elektrda harakatlanganda kuch qurilmasidan shovqin deyarli kelmaydi. Tezlanishda esa odatiy benzinli avtomobildagidek uzatma almashtirishni kutmaysiz. Pedalni bosasiz, elektromotor magnitni darhol beradi. 533 ot kuchiga ega AWD versiyada bu ayniqsa seziladi, lekin foydalanuvchilar M7 ni sport avtomobili sifatida maqtamayapti. Ular uchun muhimrog'i katta kuzov bilan quvib o'tishda quvvat yetishmasligini his qilmaslik. Tekis yo'lda hammasi yaxshi, muammo asfalt buzilganda boshlanadi. Ayrim foydalanuvchilar chuqur yo'l choklari va tezlik pasaytirguvchi to'siqlardan o'tganda zarba salonga kutilgandan ko'proq uzatilishini yozgan. Eng qizig'i buni orqa qatordagi yo'lovchilar kuchliroq sezishi mumkin. Ya'ni M7 haqida bir vaqtning o'zida ikkita qarama-qarshi fikr uchraydi. Juda qulay avtomobil va notekis yo'lda orqa qator tebranadi. Aslida ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki egalar turli yo'l sharoitini tasvirlayapti. O'zbekiston uchun esa aynan ikkinchi fikrni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Keyingi kamchilik ancha oddiy, lekin har kuni sezilishi mumkin. Jismoniy tugmalar. Huawei saloni imkon qadar raqamlashtirilgan. Ko'p funksiyalar markaziy ekran yoki ovozli yordamchi orqali boshqariladi. Ovozli boshqaruvni yoqtiradigan foydalanuvchilar uchun muammo yo'q. Ammo jismoniy tugmaga o'rgangan haydovchi uchun oddiy funksiyani ekrandan qidirish har doim ham qulay emas. Bu buzilish emas, bu ergonomika masalasi. M7 bo'yicha uzoq muddatli statistika hali yetarli emas. Xuddi shu ehtiyotkorlik dasturiy muammolariga ham tegishli. Forum va shikoyatlarda video registrator yoki multimedia tizimining qotib qolishi, kamera va sensorlardan vaqtinchalik xato chiqishi, OTA yangilanishlardan keyin ayrim funksiyalarning boshqacha ishlashi haqida yozishgan. M7 oddiy avtomobil emas. Lidar, kameralar, radarlar, ADS, katta batareya, kuch elektronikasi va doimiy yangilanadigan dasturiy ta'minot bor. Shuning uchun O'zbekistonda avtomobil sotib olayotganda kim olib keldi degan savoldan tashqari, muammo chiqsa kim tuzatadi degan savol ham muhim. Ayniqsa kuzov ta'miridan keyin kamera yoki radar kalibrovkasi kerak bo'lsa, oddiy ustaxona yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sabab M7 ni ko'rib chiqayotgan odamga biz 3 ta narsani albatta tekshirishni tavsiya qilgan bo'lardik. Birinchisi avtomobilning aniq komplektatsiyasi va undagi ADS hamda lidar konfiguratsiyasi. Ikkinchisi oilangiz bilan test drive. Faqat unda emas, ikkinchi va uchinchi qatorda ham. Uchinchisi avtomobilga O'zbekistonda kim servis ko'rsatishi va ehtiyot qismlar qayerdan kelishi. Chunki 533 ot kuchi yoki 1600 kilometrlik CLTC raqamini internetdan 5 daqiqada topish mumkin. Avtomobil buzilganda uni kim tuzatishini esa katalogda yozishmaydi.